Demek cüceler kindiki bo'ladi. Ha, 38 ming dana joylashadi. Cüceler ovozi judayam e'tiborli. Tuxum nechik tuxum qo'yiladi? Dushgan bozordan olib qo'yilaverami yo u ham tuxumning farqi bormi? Bo'lsa anchagina qimmatga tushadi. Ya'ni tuxum qo'yadigan cücelerdan go'sht yo'nalishidagi cücelarni harorati balandroq bo'ladi ekan. Buni sababi nima u? Cücelerimiz rangina birisi sap-sari, birisi sal oqish. O'zi Tuxumning yoshina qarab bo'ladi. Atalanish. Boshida masalan, atalanish jarayonida cüceler ofşi sonu çıkamı, nechik bo'ladi. Keyin siz buyurtmachini sonini eldimdan olib keyin berasizmi yoki cüceler chiqqandan keyin sizdan har kim xohlagancha aktiv bilami, sho'larni ham tushuntiring. Assalomu alaykum. Bugun Bakbak YouTube kanali uchun videomizni olatirmiz yana. YouTube podpischiklarimizga foydali bo'ladi deb umiddamiz. Chunki birinchi seriyamizni joyladik. Undan keyin murojaatlar bo'yicha, takliflar bo'yicha jarayonni noldan ko'rsating. Ya'ni boshlanish jarayoni nechik bo'ladi degan savollar bo'ldi. Shuning uchun aynan bugun parrandachilik markazining inkubator bo'limindamiz. Inkubator bo'limini juja chiqib fermayacha bo'ladigan jarayonlarni hammasini sizlarga detal ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu uchun bizlara mutaxassis kerak bo'ladi. Bakbak parrandachilik markazini mutaxassisi bor, Muzaffaram. O'tgan safargi videodan chiqqan. Shu Muzaffaram bilan ishimiz. Savollar, sizlarni qiziqtirgan takliflar bo'lsa, albatta kommentariya yozib ketinglar. YouTube kanalimiz rivojlanishi uchun, ko'proq odamga foydali bo'lishi uchun like, podpiska, kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Esa videomizni boshlaymiz. Men maskamni kiymasam bo'lmaydi. Assalomu alaykum Muzaffar. Sog'liklar yaxshimi? Qarmon, ahvollar yaxshimi? Ko'rib turganlaringizdek, biza xalatlarda, baxillarda, kallamizga shapkalari, maskalarni taqishimiz kerak. Chunki eng birinchi, eng asosiy o'zim uchratgan narsalardan biri bu tozalik va duch kelgan odam ham bera girolmaydi. Biza ruxsatnoma olib, aynan shu video ishlash uchun bera girdik, lekin o'zina yarasha shartlari bor, shularni bajarishimiz kerak. Banini maskada davom ettiramiz. Zvukni diniq qilib chiqarish harakat qilamiz. Muzaffara, yana birinchi videomizni qo'ydik. Ko'pchilik uchun qiziqli bo'ldi. Baribir bilamiz bu tema. Ya'ni uyda o'tirganlar uchun, fermada tovuq boqchaklar uchun yoki juja boqchaklar uchun. Qarang, bugun shuning taklif bo'ldi. Noldan ko'rsinglar. O'zi jarayon nedan boshlanadi, nechik bo'ladi degan savollar bo'ldi. Shu uchun bugun biza parrandachilik markazini inkubator bo'limidamiz. Sizga savolim shundan iborat. İnkubator jarayonlari nereden boshlanadi? Şuradan boshlab aytib beravering bizlarga. inkubator jarayonlari tuxumda 19 kun jarayonida asosan birinchi tuxum kelgan tuxum sortiribga qilinadi. Sortiribga qilingandan keyin u 5-6 soat, 8 soat durgandan keyin inkubatorga qo'yiladi. Inkubatorga qo'yilgandan keyin bu inkubatorlarimizda 19 kun turadi. 19 kundan keyin 3 kun bu yana o'tadi. Ha, yana boshqa inkubator o'zgaradi. Ha, 19 kundan keyin bu yana o'tadi 3 kun. Tushunarli. Bunda nima uchun desa, 3 kunlik ichida vlajnost, namlik berish kerak. Tuxumni yorib chiqish uchun. Ha, tushunarli. Endi qarang, shuda savol bor. Tuxum nechik tuxum qo'yiladi? Dushgan bozordan olib qo'yilaverami yo u ham tuxumning farqi bormi? Yo'q, bozorda olib qo'yilmaydi, to'g'ri kelmaydi. O'zi zavod beradi, yuboradi bizga. Navbat naslli parranda. Bizda shu yerdan dillerimiz asosan. Tushunarli. Demak, inkubatorga maxsus tuxum qo'yiladi. O'zining maxsus tuxum qo'yiladi. O'zi saralangan keladi. Bizda uni yana bir xato saralanadi u. Ha, tushunarli. Qarang, inkubatorda bir inkubatorni bu yerda ko'rib turibmiz, inkubatorlar soni ko'p. Bir dona inkubator, ya'ni bir shkafga necha dona tuxum qo'yiladi? 19 ming shkaf, 19 ming dona tuxum qo'yiladi. Bir klaskani o'zine bir shkaf. Bu yerda 38 ming dona joylashadi. Tushunarli. Ha, ichine klaskasini qarab qoladi. Xo'p. Demak, necha foizi ochib chiqadi shundan? Endi 95% gacha bergan. Eng kami tuxumning yoshina qarab qoladi. Atalanish. Boshida masalan, atalanish jarayonida birinchi tug'ishdan to so'yadigan davrgacha bo'ladi. Shu so'yadigan davrlarda prosent pasayadi, lekin farq shunda. Asa yetdik jarayonlarni ko'rsatdik. Demak, bedazi tushunishim bo'yicha jujalar o'zi shkafda olingan saralash ishlari ketib turibdi. Bu yanda tuxum qo'yiladi, bu yanda o'zi addenli narsa bor, chiqaradigan. Tak, hozir buning ichida tuxum bor shundan. Bu tuxum bor. O'zining yine kullanma asosında
şikaplayına 7. şikap bizlerdeki bazıları 7. şikapkayına tuxum koyulgan. 38.366 tane tuxum koyulgan. Çıkış devirleri. 3 gün bir yana ötetirgan devri, saati, hemmesi graduslik hemmesi belgilengen. Zor. Normativ standart boyunca. Demek hazır bularning ichi tuxum bilan dolu. Dava. Tamam, yetdik. Demek karanglar qiziqarli ma'lumotlarda yana biri. Demek 21 günde 21 günde. 21 günde şu şkaflarda cüce açıp çıkarladı. Ava. Demek keyin ular chiqib jarayonni üstünde göremiz. Muzaffara keyinki jarayonda ko'rib turibmiz. Cüceler chiqqan. Ava. Saralangan cüceler bular. Cüceler aktiv. Demek tuxumni açıp çıkarılgandan keyin cüceler xodimlar buni saralab oladi. Shuni uchun bo'yicha. Shuni tushuntirib bering endi bizlarga jarayonni jarayondan Bu o'tadi. saralangan, kindigi bitgan, bitmaganlar ko'rinadi yine. Qarang, o'zi yaxshi. Yaxshi bu sog'lom cüce hisoblanadi yine. Cüce sog'lom cüce. Qarang. Tushunarli. Demak, cücelar ham kindiki bo'ladi. Ha, kindigi bo'ladi cüceler tuxumdan chiqqandan keyin bular saralangandan keyin sprey aparatimizda vaksinatsiya qilinadi. Bir günlük çıkan cüce böyle. Tushunarli. Ertalab soat 5'te çıkıp başlagan cüce bu. Tushunarli. Qarang, eslatib o'taman, bu cücelerimiz go'sht yo'nalishida, ya'ni xalq tilida broiler deb aytadi ko'pchilik. Bular vaksinatsiya qilinadi, ya'ni sprey orqali qilinadi. Buni bizning Instagram va Telegram gruppamizga a'zo bo'lib qo'ysangizlar, cücelarning vaksinatsiyasi bo'yicha, cücelarni vaksinatsiya qilish jarayonida bo'ladigan xatoliklar yoki kuzatiladigan kasalliklar to'g'risidan zo'r ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Shuning uchun bizning ijtimoiy tarmoqlardan a'zo bo'lib qo'yinglar, detalli bundan zo'r ma'lumotlarni berib boramiz. Muzaffara, qarang, bu cücelar e'tibor berib turibman, issi tanasi. To'g'rimi? Men bir qiziq ma'lumot o'qib qoldim. Ya'ni tuxum qo'yadigan cücelardan go'sht yo'nalishidagi cücelarning harorati balandroq bo'ladi ekan. Buni sababi nima? Bu cüceler mes cüce farkı, broiler cücesi, bu kanalash sisteması yaxshi rivojlangan. Qon tez aylansa, yeyish ham yaxshilashadi. Arqaga nisbatan shuning uchun chaqqan bo'ladi. Tez ves olishga yordam beradi. Tushunarli. Tushunarli. Bo'ldi. Demak, bu cücelerimiz necha kunda go'sht bo'lib yetiladi? Asosan gününe qarab ves olib boraveradi. Start, roast, finish. 3 kun pokoleniya yem. Özünü bu günlü sanaş emas. Kilogramlı yegandan keyin ves beradi. Tushunarli. Primenli günü bakib 35-40 günde tayyor bo'ladi. Standart bo'yicha. Standart bo'yicha. Demak, 35 kunda men go'sht addeylab borganda bir klientdan so'radim, necha kunda keldi desam 36 kun dedi. 1,5 kilo, 1 kilo 700, 1 kilo 800lik ekkeldim dedi. Endi yangi yeydigan vesine qarab 2 kilogacha sof ves beradi ekan. Doğrumu? Yegan yemine qarab. Tushunarli. Bularning yemi bo'yicha zo'r ma'lumotlarni joylashtirib qo'yibmiz. Ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Muzaffara, vaksinatsiya qilish jarayonidan qisqacha tushuntirib o'tsangiz. Vaksinatsiya asosan 2 xil usuli bor. Sprey usuli, inyeksiya usuli. Biz sprey usulini qilamiz. Inyeksiya usulini talabga qarab qilib beramiz. Buyurtmachini talabi bo'yicha qilib beraverasiz. To'g'ri. Tushunarli. Bo'ldi. Qarang, endi bedazi vaksinatsiya qilingandan keyin nechik jarayon bo'ladi? Pryamoy chiqarib berberlarmi yo no jarayon? Uni ham aytib o'ting. Vaksinatsiya atilgandan keyin 2 soat mobaynida jo'ja vaksinatsiyani o'zini qabul qilib oladi. Immunitet tiklangandan keyin belgi bo'lmaga chiqaramiz. Buyurtmachiga sanab yuboriladi. To'g'ri. Endi bu tushunishim bo'yicha oxirgi etapi Muzaffara, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda cüceler sanab yuboriladigan jarayon. Bu yerda nechik jarayonlar bo'ladi? Qarang, keyin cüceler ofshi soni chiqami, nechik bo'ladi? Keyin siz buyurtmachini sonini oldindan olib keyin berasizmi yoki cüceler chiqqandan keyin sizdan har kim xohlagancha aktiv bilami? Sho'larni ham tushuntiring. Cüceler oldin zakaz bo'yicha yozib olinadi, keyin tarqatiladi. Tushunarli. Bir yere kelgandan keyin har bir yashikka 50 danadan xaridorning ko'zi oldida sanab beriladi. Ya'ni 50 dona sog'lom cüce qo'yiladi. Ko'zi ko'rib oladi cüceni, sog'lom. Videomizni demak fermaya yetadigan jarayoniga keldik. Endi sizlar bilan video davomida fermaya borib, ichki fermadan ichki holatda cüceler ichki sharoitlarda boqilishini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kuzatishda davom etib turasizlar. Ketdik.
Cücelerimiz özümüzü bakış seyhlarımıza geldi. Hazır batafsil yana bahalasa sizlara gerekli ma'lumotlarni berib, götürüş harakat qilamiz. Demek cücelerimiz fermaya gelmezseldin, fermamiz değerli to'liq dezinfeksiya qilingan. Asosan kauchuk soda bilan tozalanadi polları. Bundan keyin suv berish, yem berish uskunalari yuviladi. Suv liniyalari to'liq limon kislota bilan yuviladi, nafor bilan yuviladi. Sababi bu yerda arg'i jujalar boqilgandan keyin izini to'liq tozalanmayınca juja yuvarilmaydi. Siz ham agar shu fermangizda bo'lsangiz, menimcha sizlar ham shunday dezinfeksiya qilasizlar. Agar boshqacharoq uslubda qilsangizlar, kommentariyalarda fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Getdi, qani. Bu jujalarimiz Ross 308 namidagi o'zimizning inkubatordan chiqqan jujalar. 35-40 kun davomida boqiladi va 35-40 kun davomida har kim boqadigan fermerlar o'zina kerak bo'lgan vesni yig'ib olib, bemalol so'ysa topshirsa bo'ladi. Bizani Baxtbaq parrandachilik markazimizning yana bir qulay taraflaridan biri, agar siz bizdan Ross 308 yoki boshqa turdagi jujalarni sotib olib boqadigan bo'lsangiz, bu jujalar tayyor bo'lgandan keyin, ya'ni tayyor go'sht holatına kelgandan keyin o'zimizning boqish sexlarimizda qaytarib olamiz, ya'ni qaytadan sotib olamiz va o'zimizda so'yilib go'sht holatida tarqatilishini boshlaydi. Xo'p, kelinglar, yana asosiy jihatlarni qaytamiz. Demak, jujalar haqida sizlarga kichkina fakt aytib o'taman, agar bilsangiz eslatma. Jujalar ovozi juda ham e'tiborli, dum e'tiborli. Sababi hozir men gaplab turibman, menga qarab kelib turibdilar. Bular ranglari va ovozi juda e'tiborli. Jujalar bugun chiqqan, bir kunlik. Qaranglar. Jujalarning suvi tayyor, yemi tayyor. Start yemlari berishni boshlanadi kelgandan. Bu yerda suvlar ham bizada shunday. Endi har kim har xil, birovlar boqadi, akkaladi, lekin ko'pincha 2 soat, 3 soatdan keyin suv beriladi. Bizada avtomatik suvlar ham qo'yilgan, yemlar ham qo'yilgan. Jujalar o'zini ichida instinkti bor, bemalol yem yeb ketaveradi. Davay, getdik esa fermani bomni ko'rsatamiz. Fermada eng muhim joylaridan yana birini aytaman. Qarang, bu yerda hozir 4, 5, 6 kun mobaynida svetlar o'chirilmaydi. Toza juja yuvarilgan vaqti. Sababi jujalar yorug'lik kerak. Bular yorug'likda yaxshi rivojlanadi. Agar o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, ya svet o'chib qolsa, jujalarda stress kuzatilishi mumkin. Shuning uchun maksimalni 5 kun davomida o'chirmaysiz. 5 kun, ya'ni 6-kundan boshlab keyin 2 soat mobaynida o'chirsangiz bo'ladi. Ya'ni gechda yoki donga yaqin 2 soat o'chirsangiz bo'ladi. 15 kundan keyin esa buni 2 marta o'chirsangiz bo'ladi. 2 soat bir o'chiradigan bo'lsangiz, kunduzgina yoki kechroq donga qarab yana 1 soat o'chirsangiz bo'ladi. Undan keyin esa umuman svetlar o'chirilmaydi. Ya'ni jujalar tayyor holatga kelincha umuman svet o'chirilmaydi. Tak, jujalarimiz sog'lom, podborniy deb aytiladi. Bular o'zimizning inkubatorda chiqqanda saylab olinadi. Faqat sog'lomigina beriladi. Tak, jujalar kelmasdan oldin vaksinatsiya qilinadi. Bizda sprey uslubidan foydalaniladi. Lekin ko'pchilik boquvchilarimiz bor. Bizda talab qiladilar ukol qilib berishni yoki bo'lmasa ko'zini damizishni yoki suv bilan berishni ham qo'llaydilar bor. Bizda sprey uslubida vaksinatsiya qilinadi. Xo'p, fermaga keladigan bo'lsak, yana qo'shimcha aytadigan joyimiz gradusuna keldik endi. Gradusi. Qanay, qachinglar? Voy voy. Bak, jujalarimizni fermamizni gradusuna keladigan bo'lsak, gradusuna keladigan bo'lsak, 30 gradusdan baland bo'lgani yaxshi. Sababi jujalara issiq havo muhim hisoblanadi. Grammatikach. Bular men diviziyama qarab yugurtib. Yana bir qiziq fakt, qaranglar. Jujalarimiz rangina birisi sap-sari, birisi sal oqish. O'zi bu jujalarimiz hozir faqat hozir sari bo'ladi. Keyinchalik hamma biladi.
bu cücelerimiz oppoq tusa giradi. Ya'ni mana bu sariqlari ketadi. Tak, cüceleri ovoza e'tiborlikini shu yerdan ham bilsangiz bo'ladi. Bular yana gradusga to'xtalamiz. Cücelere issiq havo harorati juda ham muhim. 30 gradusdan baland 32-34 gradusda qo'ysangiz dim yaxshi. Sababi bular bilasiz, tanasi boshqa cücelere nisbatan issiqroq bo'ladi. Ya'ni issiq tanli gradusi odatiy cücelerden balandroq bo'ladi. Tak, ko'chada hozir yana bugun havo issiq, havoning gradusini ko'ramiz. Ko'chada havo 21 gradus. O'zi issiq, lekin baribir ham xona harorati issiq bo'lishi kerak. Cüceni fermaga yuborishingizda yana e'tiborli jihatlari bor. Yana bundan tashqari, qarang, cücelarni maksimal tez girgizib joylashtirishga harakat qiling. Mashinada, ko'chada, fermaning oldida qolib ketmasin. Chunki bular hozir inkubatordan chiqdi bugun. Yonda tarqatiladigan joyimiz ham issiq. Agar siz ko'chada qoldiradigan bo'lsangiz, shamollatib qo'yashingiz mumkin. Bu esa anchagina qimmatga tushadi. Yana o'tgan videolarimizda aytgan dezinfeksiya qoidalari bor, qarang. Обязательно maskada, perchatkada agar ko'chadan odam kelsa. Sababi baribir insonmiz, har xil infeksiya, bakteriya bo'lishi mumkin, yuqtirib qo'yish ehtimolimiz bor. Shuning uchun yana bugungi sizlarga aytadigan jihatlarimiz shulardi. Tak, YouTube'dan bizda boshdan chiqishini ko'rdingizlar. Oxirgi videomizga qaraydigan bo'lsak, oxirgi videomizda rahmat poddesh ketdingizlar. O'zi prosmotrlari 3000 ga yaqinlashib ketdi. Sizga manfaatli bo'lib turganidan xursandmiz. Shunday bir klientimiz keldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Mang'it tumanidan, Mang'itdan keldi. O'sha dedi, seni videolaringni ko'rdim. Shunga dedi, boqib ko'rjakman deb bir 400-500 dona juja olib ketdi. Agar o'xshasa, zo'r bo'lsa, xudo xolasa, ko'proq boqish niyatim bor. Ko'proqni boqaman. Videolar zo'r o'tibdi dedi. Shuning uchun like'larni, kommentlarni oyamen bosasizlar. Yana menga qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizga qaysi jihatlari kerak, parandachilikda qaysi jihatlar kerak, обязательно fikrlaringizni kommentariyada yozib o'tinglar. Hozir bularni beradigan dorilarni juja boqish bo'yicha bir kichkina challenge aytganmiz. Telegram kanalimizga qo'yamiz. Обязательно uylanib qo'ying. Bu challenge videolari o'chmaydi. Endi hozir tasavvurating juja yubardingiz. Shuni boqishdan to 35-40 kun bo'lincha bo'lgan holatdagi bizda challenge videolarini e'lon etganmiz. Ya'ni qo'yganmiz olib. Nima kasal bo'ladi? Qaysi kasallikka nima dori berishingiz kerak? Nechik suv, nechik yem necha kunda o'zgaradi? Hammasini berganmiz. Shuning uchun Telegramga, Instagramga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar uchun zo'r, manfaatli, foydali bo'lgan videolarni chiqarishda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jujalar bo'yicha, yem, don mahsulotlari bo'yicha, veterinariya markazimiz bo'yicha yagona aloqa raqamlari bilan bog'lansangiz bo'ladi yoki agar musofirda yurgan bo'lsangiz Telegramdan yozsangiz ham bo'ladi. Hammasini opsioniyada murojaat nomerlari, telegramlarni yozib qoldiramiz, xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat katta. Keyingi videolarimizda nima bo'lishini aynan siz belgilaysiz. Shuning uchun kommentariyada fikrlaringizni yozing. Shunga qarab sizlarga keyingi videoni chiqarib beramiz, xudo xolasa. Rahmat katta.